Bu videoda biz har redkisdan bitta skin tanlab olamiz. Albatta bu yangi rubrika. Agar sizlarga shunaqa rubrikalar chiqib turishini xohlasanglar, albatta like bosib qo'yinglar va obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Biz esa videoni boshladik. Bolalar, mayli unda redki skinga ham o'tib olamiz. Men redki skindan bu yoqda Gale'ni tanlashga qaror qildim, chunki bu yoqda animatsiyasi boshqacha tushunasizlarmi? Har bitta 29 gemli skinda animatsiya, oddiy boyasida qanaqa bo'lsa shunaqa, lekin bunda juda boshqacha animatsiya. Shuning uchun ham men redki skinga Gale tanlashga qaror qildim. To'g'ri, bu yoqda ataka, ulti hech narsa o'zgarmagan. Prosta animatsiyasi uchun men tanlashga qaror qildim. Albatta bu meni fikrim. Sizlar qanaqa o'ylashinglarni kommentariyada yozib ketishinglar mumkin. Mayli bolalar, let's go. Unda serxredki skinga o'tamiz. Serxredki skinlardan men Gas tanladim. Chunki serxredki skinlardan bu menimcha zo'r skin, chunki bu даже 150 gemli skinga ham arziydi. To есть juda yaxshi skin rostdan ham. Yana bir marta aytaman, bu mening fikrim. Sizlarga qaysi biri yoqsa kommentariyada yozib ketishinglar mumkin. Do'stlar, ko'rasizlar-yu, animatsiyalarini qaranglar, ultasini qaranglar. Buni juda ham realna zo'r skin bolalar. Даже aytolman, 150 gemli skinga ham arziydigan skin-da bu. To'g'ri, bu Halloweenski skin, faqat Halloweenda keladi, lekin buni tushirib olish ham oson do'stlar. Unisiga arzon. Mayli do'stlar, endi epicheskiy skinga ham o'tamiz. Epicheskiy skinlardan men Magma va Mendini tanlashga qaror qildim. Chunki bu ham chiroyli skin. Yana aytib qolaman, yana bir marta qaytaraman. To'g'ri, sizlar qarshi bo'lishinglar mumkin meni gaplarimga. Balki sizlarga vobshe boshqa skin yoqar yoki umuman vobshe skinlar yoqmas, bilmayman. Men uchun epic skinlardan bu eng zo'ri deb o'ylayman. Lekin sizlar kommentariyada yozib qo'yishinglar mumkin, sizlarga qaysi biri ko'proq yoqadi. Mayli do'stlar, buni qo'yinglar. Endi mificheskiy skinlarga ham o'tamiz. Mana bu yoqda men bilan hech kim qarshi bo'lmasa kerak. Mificheskiy skinlardan eng zo'r skin bu Lugia deb o'ylayman, chunki ko'rasizlarmi qanaqa kichkina skin. Mulchashni-da, uni ustiga o'yinda faqat sizlarga qarab turadi. Eng qizig'i, bu skinda chim qila olmaysizlar, kimdir ular aylansanglar uncha bilinmaydi, ko'rasizlar. Mana men hozir aylanmayman, bu yoqda bilinmayapti. Ultalari ham chiroyli, atakalari ham chiroyli. Menimcha hamma men bilan fikringlarni kommentariyada yozib qo'yishinglar mumkin. Mayli do'stlar, shunaqa qilib legendarniy skinlarga ham kelamiz. Legendarniy skinlardan men bu yoqda Spike tanlashga qaror qildim, chunki Spike realni chiroyli, mulchashni esimda yo'q, lekin qaysidir multikdan olingan bu skin. To есть qaysidir multikka bu отсылка. Bilmayman imенно qaysi multikka, lekin juda ham chiroyli skin. Ultasini ko'rasizlarmi, atakalari, realni zo'r skin bolalar. To'g'ri, men Mechamortis tanlashim mumkin edi. Mechamortis u boshqa gapda bolalar. Mayli do'stlar, agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qolinglar. Chunki 2000 taga ozgina qoldi bolalar. Agar shu videodan 20 ta подписчик kelib 2000 ta bo'lsa, men sizlarga konkurs qilaman. Telegram kanalimga o'tsanglar, konkurs bo'ladi 80 gemga bolalar. Так что подписка bo'lib, участвовать qilsanglar bo'ladi. Let's go.